Assalomu alaykum hammaga qizlarjonlar, qalaysizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan uzoq vaqtdan beri o'ylab yurgan mavzum haqida gapirmoqchiman. Ya'ni tug'ruqdan keyingi depressiya haqida. Juda qattiq depressiyaga tushganman. Tug'ganimdan keyin raddomdan kelganimdanoq juda qattiq stressga tushib qolganman. Juda og'ir stressga tushib qolganman. Stress hammada har xil bo'ladi. Yo'qni bosma. Men to'g'risini aytsam, umuman tug'masimdan oldin hech qachon menda depressiya bo'lmaydi. Men hech qachon depressiyaga tushmayman degan fikr bor edi menda. Chunki nega men depressiyaga tushishim kerak? Men qanday depressiyaga tushaman? Siqiladigan narsam bo'lmasa, o'ylanadigan narsam bo'lmasa deb o'zimcha o'ylaganman. Lekin gap unda emas ekan o'zi aslida. Menimcha unda emas ekan. 100% odam qanaqa odam bo'lishidan, boy, kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar depressiyaga tushar ekan. Tug'ruqdan keyingi depressiya 100% bor narsa ekan. Bitta kuzatuvchim ham yozibdi. Siz bilan birdek tug'ganmiz. Men 27-da tug'dim, siz 29-da deb yozgan. Depressiyadan hozir qattiq siqilyapman. Kuzatuvchilaringizdan so'rab ko'ring, hamma ham depressiyaga tusharmikan deb yozganda. Keyin uni men hozir yozdim, so'rashim hojat yo'q, hamma 100% tushadi depressiyaga dedimda. Mana anchadan beri o'ylab yuruvdim. Tug'ganim o'sha depressiya bo'lib qolgandan keyin shu depressiyaga tushganimni videoga olib chiqaman degandim, lekin olib chiqmadim. Oradan mana 1,5 oy o'tdi. Hozir chaqalog'im 1,5 oylik. Tug'ganimga 1,5 oy bo'ldi. Hozir men bu haqida gapira olaman. Lekin Boran yaptı, git. Давай. Git. Bilmem bir parası. Bilmem bir parası. Bak git oyna anne oyunlarını. Bak gaşokka var. Yok. Ayting gaşokka boraman deb boya. Nima deb turdim? Mana shunaqa stress qiladi odamni. Ikkinchi tug'ruqimda aytaman. Ikkinchi tug'ruqimdagi depressiyamni aytaman. Birinchisi depressiya esimda yo'q, to'g'risini aytsam. Ozginalar esimda, ularni aytkim kelmayapti. Oddiy narsa ham ta'sir qiladi, xullas, tug'gan odamga oddiy narsa ham ta'sir qiladigan bo'lib qoladi. Ko'ngli nozik bo'lib qoladi tug'gan ayolda. Shunday ko'ngilchasi nozik bo'lib qoladi, shunday ko'ngliga qarash kerak. Oddiygina birov aytgan oddiy so'zi ham qattiq stress olib keladi-da u ayolda. Lekin o'sha gapirgan odam u narsani tushunmaydi. Men esimda yo'q shunaqa deganim deydi, misol uchun-da. Esimda yo'q shunaqa deganmanmi deyishi mumkin yoki bo'lmasa shunga ham stress oladimi deyishi mumkin. Lekin uni u tushunmaydi. Lekin mana bu depressiyada-ku, bu endi tug'ib keldi-ku. Ko'ngli nozik qancha fikr, xayollar bor miyasida. Unga boshqacha ta'sir qiladi-da. O'shaning uchun Nurbek bunga chizmaydi, bilasanmi? Qog'ozga chizadi. Ana qog'oz. Qara, to'la qog'oz, ko'rdingmi? Ol, qog'ozga chiz. Sen qayerdan olding devorlarga chizib, hamma joyga chizib chiqishdi? Qog'ozga chiz bor, ana. Bir dunyo qog'oz olib kelib qo'yibman senga. Yo'q. Bor ket. Mana yerda kamerani yarmida sen. U tug'rug'imda, birinchi tug'rug'imda meni erim yonimda bo'lmagani stress bo'lganman-da. Meni erim 1 oy oldin ketgandi, tug'ishimdan oldin erim Koreyaga ketgandi. Tug'ganimdan o'sha 3-kuni Koreyadan keldik. 1 haftaga keldi, 1 hafta ko'rishga keldi. O'sha
ering yoningda bo'lmagani stress qiladi odamni. Keyin men shunaqa yolg'izlik, men yolg'izman. Bir o'zim bola katta qilyapman. Yonimda hech kim yo'q. Na onam bor, na qaynonam bor, hech kim yo'q menga o'rgatadigan. Bu birinchi farzandim. Hech qanaqa tajribam yo'q. Yaxshi qarayapmanmi bolaga, yaxshi ona bo'la olyapmanmi, bo'la olmayapmanmi deb yig'lardim-da men. Mana shunaqa stress bo'lgan. Mana shu depressiya bo'lgan menda. Mana shu depressiya bo'lgan. Bu tug'ruqimda esa sharoit u tug'ruqimda sharoitlar zo'r edi, pul bor edi, hamma tomonlama. Bu tug'ruqimda moliyaviy tomonlama juda qattiq. O'zi biz anchadan beri moliyaviy tomonlama nima qiynalibroq yashayapmiz-da hozir. Shunaqa pul tomonlama anaqa bor, muammo bor-da hozir bizda. Mana shunaqa vaziyatda biz homilador bo'lganmiz. Homiladorligim mana shu jarayonda o'tdi. Stressda o'tdi men homiladorligim. 9 oy stress, qattiq, juda qattiq stressda o'tdi. Urush ham bo'ldi, janjal ham bo'ldi, baqir-chaqir, mana shunaqa narsalar bo'ldi-da, men shunaqa narsalar bo'ldi, короче. Keyin mana endi tug'ruq, keyin birinchi farzandni o'ylashim. Birinchi farzandimni boya ikkinchi farzand kelganda birinchi farzand e'tibordan chetda qoladi, undaymi deb o'yladim. Kimga tashlab ketaman dedim. Shohistaga tashlab ketishim aniq edi. Keyin qanday qaraydi, undaymi yig'lamaydimi, undaymi deb o'yladim, lekin videolarda bunday qaradim. Nurbek juda ham mazza qilib yurdi, kelin oyisi bilan mazza qilib yurdi, o'ynadi. Umuman xavotir olmadi, bu tomonlama umuman muammo yo'q edi. Keyin raddomdan chiqadigan kun yaqinlashdi. Raddomdan chiqdik biz. Raddomdan chiqishimiz kerak. Hamma keldi. Meni kutgani kelinoyim ham, akam, erim, Nurbek keldi. O'sha ketishimiz kerak uyga. Uyga keldim. Men uyga radomga ketishdan oldin hamma joyni yig'ishtirib ketganman. Hamma joyni. Shtobi men kelganimda ikkita bola bilan ish qilmay oynalargacha yuvib ketganman-da. Ish qilmay deb ketuvdim. Kelsam, shunday kirdim, hech kim yo'q uyimizda. Kutib oladigan hech kim yo'q, ovqat qilib turgan hech kim yo'q. Yordam beradiganda men operatsiya bo'libdi. Ikkinchi operatsiya har doim juda ham qiyin o'tar ekan. Oyoqqa turishim ham juda ham qiyin bo'ldi meni. Tiklanish hali ham tiklanish jarayonidami, lekin o'sha payt oyoqqa turish menda juda ham qiyin kechdi. Kelsam uyda hech kim yo'q, конечно, o'zi hech kim yo'q. Keyin erim hamma kirlarni har bir xonaga yoyib tashagan. Yerlarga yoyib, kravatlarga kirlarni yoyib tashagan, hamma narsamga kirlarni yoyib tashaganda hamma joyga. Men yig'ishtirib ketganman, borka shokka. Ko'chaga, mana doriga yoyganmi desam, uyga yoyib yashayverganda hamma kirlarni. Nega unday qildingiz desam, yomg'ir yog'ishi kerak edi. O'shaning uchun uyga yoydim dedi. Oddiy mana shu ham ta'sir qiladi, u ta'sir qilmadi. Menimcha u umuman ta'sir qilmadi. Depressiyani u D harfiga ham kelmadi, lekin men yig'ishtirib ketdim uyda. Toza uyga boraman dedim, bardak uyga keldim men. Ovqat yo'q, ochman. Shunday, shohista bor, shohista kelinoyim, akam xotini Nurbek bilan o'ynab turibdi-da. Men kelganimdan ovqat qilishga tushib ketdim. Erim ovqat olib keldi, ko'chadan sotib olib keldi, yedik. Undan keyin ovqat qilishga tushdim men. Produkta ham yo'q uyda, qilinmagan produkta. Endi shuncha vaqt yo'qmiz uyda. Produkta qilinmagan kartoshka, sabzi, mana shunaqa piyoz qilib ovqat qildim men. Ovqat qilish jarayonida men o'ylayapman. Bilasizlarmi nimani o'ylayapman? Kartoshka to'g'rayapman, archayapman, o'ylayapman. Hovlidan Nurbek bilan shohista o'ynayapti. Hozir shohista ketsa men nima qilaman? Ikkita bola bilan men nima qilaman deb o'ylayapman. Ana shu narsa meni qiynayapti-da. Ikkalasiga qanday qarayman? Nurbekka men qanday qarayman deb o'ylayapman o'sha paytda. Shu narsa qiynayapti. Shunday yomon ahvoldaman. Borku, juda yomon ahvoldamanda o'sha yerda. Bunday bo'lib
egilib qolib o'ylab yotibman-da shu haqda. Hozir ketib qolsam men qanday qarayman? Shuncha payt xursand bo'lib yurgan bola endi hozir nima qiladi men bilan? Xafa qilib qo'ymasmikanman deb o'ylayapman-da men o'sha yerda. Keyin shoxsda ketdi. Eslolmayman nima bo'ldi undan keyin 1,5 oy o'tdi o'rtadan. Keyin boshlandi-da. O'sha yerdan stress boshlandi. O'sha kundan boshlandi. Uyga kirib kelishdan boshladi stress. Qattiq stressga tushdim. Endi Baxtbekni tashab keling deydi Nurbek. Baxtbekni tashab keling deydi. Bizga xalaqit beryapti deydi. Yo'q, tashab kela olmayman desam, xalaqit beryapti, ketsin deydi. Keyin undan oldin uxlatib kolyaskaga yotqizib keluvdim-da. Endi Nurbekni ham uxlatishim kerak-ku. Kech bo'ldi-da, kech bo'ldi. Bu ham uxlash kerak-da. Kolyaskaga yotqizdim, keyin yig'lab qoldi. Olib keldim oldimga. Olib kelsam, ketsin deydi. Qayerga ketarsan? Boring, tashab keling deydi. Tashab kela olmayman, buni qayerga tashab kelaman desam, boring kolyaskaga tashab keling deydi. Qo'rqadi kolyaskada dedim. Ha, bu ham yig'layapti, u ham yig'layapti, ikkalasi ham yig'layapti-da. Endi men tug'ib kelgan odam juda qattiq уже depressiyaga tushib qoldim-da, men qiynalyapman-da. Chunki ikkalasini ham onasiman-ku, keyin bir o'zim qarayapman. Hech kim yo'q oldimda. Erim yo'q oldimda. Erim chiqib ketdi ishga. Ishga chiqib ketdi erim. Men bir o'zim, ikkalasiga ham o'zim qarayapman-da. Operatsiya bo'lib tug'ilganman. Boya og'riyapti, qornim ham og'riyapti. Keyin turish o'tirishga qiynalaman. Keyin bir paytda qo'yib keldim kolyaskaga Baxtbekni. Keyin yig'layapti. Nega yig'layapti debdi Nurbek. Baxtbek nega yig'layapti deydi. Qo'rqyapti, kolyaskaga tashab keldik-ku Baxtbekni. Qo'rqyapti, u kichkina hali. Qop qorong'ida bir o'zi yotibdi, biz bu yerda ikkalamiz yotibmiz. Bir o'zi bechora yotibdi, qo'rqib ketyapti desam, keyin o'ylanib qoldi. Keyin tashab keling degan-ku, tashab kela olmayman Nurbek. Men ham uni ham bor bolam, yugur garshokka o'g'iljon. Biz Boraman men. Men baribir gapirishyapman-ku men. Ikkalamiz katta qildik-ku Baxtbekni, qornimda katta qildik. Shuncha payt qornimda olib yurdim. Baxtbek deb gaplashdik-ku qornimdaligidan. O'shani borib tug'dim doktorlar. Ha bolam? Ha? Olib ket, shuni olib ket. Olib ket. O'zimiz katta qildik-ku. Doktorlar yordam berdi, qornimni kesib, bolani olib berdi. Seni ham shunday qilib tug'ganman. Doktorlar qornimdan kesib, seni mana Nurbek o'g'lingiz, mana Baxtbek o'g'lingiz deb olib bergan. Sizlarni ikkalalaringni ham yaxshi ko'raman. Ikkalalaringdan men tug'ganman, onalaringman. Olib ketaver, hammasini olib ket bolam. Kelma, tiqib beraman. Buni-chi bitta joydan ko'tarmaydi-da. Bunday qilib ko'taradi. Mana, ko'tar, tagidan ko'tar. Ikkalalaringni ham birda yaxshi ko'raman deb tushuntirdim, indamadi keyin. Lekin baribir endi bu kunisi bo'ldi, sezyapman-da men. Sezyapman, keyin tinimsiz yig'layapman. Mana sharoitni ko'ryapman. Hozir aniq nimalar bo'lgani esimda yo'q, lekin tinimsiz 2 kun yig'laganim esimda, to'xtovsiz yig'laganman. Birov gapirsa ham yig'laveraman xo'ngrab, Nurbek gapirsa ham xo'ngrab yig'laveraman. Ikkalasi yig'lasa ham yig'laveraman-da. Shunaqa holatga tushib qoldim-da. Men 2 kun shunaqa yomon depressiyaga tushib qoldim. Chunki ikkalasi men bolam, ikkalasini qiynalayotganini ko'ryapman-da, o'zim qiynalib ketyapman-da ularni ko'rib. Keyin har kuni baxtli bo'lib yurgan bola boya oyisini oldida baxtli maza qilib o'ynab kulib tovuqlar bilan, o'rdaklar bilan maza qilib yurgan bola uyga kelib baxtsiz bo'lib qoldi-da. Men uni ko'rib
xafa bo'lib ketyapman. Ularnikida maza qilyapti, o'ynayapti, kulyapti. Uyda bunday yuribdi, hech kim o'ynamayapti u bilan. Gap bunaqa oldingidek yo'q-da, men bunga qarashim kerak, ovqat ham qilishim kerak-da. Uy ham sochilib ketaveradi. Uyda ham men ko'p yig'mayman uyda. Lekin mana shunday tomonlama qiynalib ketaverdim-da men. Tinimsiz yig'ladim. Bu oyog'ingizda uxlating deydi. Buni oyog'imda uxlataman, Baxtbekni qo'limda uxlatyapman-da. Bu menga og'riq beryapti-da. Qornim menga mumkin emas. Keyin sepmadimmi? Menga o'tirish mumkin emas-ku. Menga qadalib o'tirish mumkin emas, chunki men operatsiya bo'lganman-da. Boya tikilgan choklarimga mumkin emas. Ular bunday sitiladi-da o'tirganda, ko'p o'tirganda. Mana shunaqa buni oyog'imda, bunisini qo'limda qilib uxlatdim. Qiynalyapmanmi? Charchayapman, umurtqam bunaqa bo'lyapti, belim qiyshayapti, oyog'im og'riyapti, chunki Nurbek og'ir-da, og'ir, katta bola-da bu. Ana shunaqa yordam beradigan hech kim yo'q atrofimda, hech kim yo'q. Erim gram yordam bermaydi. Chunki erim kechgacha ishda, ertalabdan kechgacha ishda. Yo'q yordam. Men ungacha yordam berasiz, bu qilasiz derdim. Hech qaysi bo'lgan yo'q uni, hech bittasiga yordam bergani yo'q erim. Chunki pul topish kerak-da erim. Oilaga narsa olib kelish uchun pul topish kerak. Keyin sal gapirsa ham yig'lavaryapman. Shunaqa holatga tushib qoldim-da. Keyin Sanjar akam bunday gapirsa ham, qandaysan desa ham yig'lavaryapman. Shunday bo'lyapti-da. Keyin ho'ngrab yig'ladim bir kun. O'sha bu kunisiga yig'layapman-da, men bu kunisiga yig'layapman. 2 kun bo'ldi-da tug'ganimga, chiqqanimga 2 kun bo'ldi, yig'layapman. Nima bo'ldi dedim, bilmayman. Mana Nurbekingizda debman. Men shu Nurbekingiz dedim, yig'layveradi, asab qildi meni deb yig'layapman. O'sha payt keyin Sanjar akam aytdi, olib borib dedi, oyisiga tashlab kelaymi Nurbek dedi. Keyin bunga men jiddiy qarardim-da, bolani birovga berishni xohlamaganman hech qachon. Xuddi qaramagansiz degan narsa bo'lmasin deganman. Keyin nima? Yo'q, bo'lmaydi, o'zim qarashim kerak dedim. O'sha payt nimalar ko'p gapirdim erimga. Lekin ichimdan xohlayapman Nurbekni. Boya Nurbek ketib tursa, ozgina bir kunga ketib tursa, men ozgina dam olsam. Chunki men ham shunaqa charchagan, dahshat charchab ketdi o'sha payt 2 kun ichida juda og'ir ahvolga tushib qoldim-da. Men hozir ayta olmayapman. Lekin o'sha paytda bo'lganda men bu gaplarni gapira olmagan bo'lardim. Ko'zimdan tinimsiz yosh oqqan bo'lardi faqat. Chunki men yig'lab o'sha payt tugadi meni ko'z yoshlarim. Juda charchadim chunki o'sha paytlari. Keyin bo'pti dedim-da, keyin ko'rpacha yozib, yostiqlar endi jo'natmaganman-da hech Nurbekni bir joyga. Ko'rpacha yozib, yostiq qilib Nurbekni oyisiga berib yubordim. 2 kun yurdi. 2 kun. Shunaqa yaxshi bo'ldim o'sha payti. Masalan, shunda o'zim yotdim, Baxtbekka qaradim, emizdim. Televizor ko'rdim, kino ko'rdim, yotdim. Xullas faqat yotdim. Baxtbek bilan faqat yotdim. Dam oldim men, to'g'risi. Dam oldim o'sha payti. O'sha payti o'zimga keldim. Keyin Shohista bilan gaplashyapman. Video ko'ryapman, video jo'natyapti. Bu mazza qilib yuribdi ularnikida. Tovuqlarni o'ynayapti, xursand, oyisi o'ynatyapti, to'p o'ynayapti, kamaz o'ynayapti, tosh o'ynayapti, shag'al to'kyapti. Mazza qilib baqir-chaqir qilib o'ynayapti-da ular bilan. Kimday o'ylayapman-da. Shunday baxtli debman. Shunday baxtli, men bilan baxtsiz bo'ldi debman-da. Bu degani bu ham depressiya. Mana shular hozir aytayotgan hammasi depressiya bu. Mana shu hamma o'zidan kelib chiqib depressiyaga tushadi-da. Men sharoitim shunaqa depressiya. Keyin yopma konditsioner. Keyin
ne debman Nurbekjon kelasanmi debman yo'q debdi. Gaplashmayapti men bilan. Kelasanmi desam yo'q deydi. Keyin oyisiga aytyapman so'raychi kelarmikan desam yo'q deydi. Bormarkan debdi. Keyin ayasini sog'inmabdimi debman-da men. Ayasini sog'inmabdi nimaga unaqa men so'rayapman bu gaplarni. Chunki men boya kallamda shunaqa xayollar bor-ku. Endi bu meni yaxshi ko'rmaydi. Meni yomon ko'rib qoldi. Mana shunaqa fikr bor-da menda. Qo'rqyapman, xafa bo'lyapman. Ko'nglim og'riyapti. Bolamni boya yoqqa jo'natib yuborganimdan, bu yoqda yaxshi qara olmaganimdan xafa bo'lyapman-da men. Ichimdan xafa bo'lyapman, kuyinib ketyapman-da. O'shanga Shohista aytyapman, yaxshi ko'rmasmikan, kelmasmikan, sog'inmasmikan deb so'rayapman-da keyin. Bu ham yo'q debdi-da. Yaxshi ko'rmayman, bormayman, ayaga shetda qolaman deb aytayapti misol uchun. Keyin yursang yuraveringda o'sha yoqda dedim. Keyin kelma uyga dedim mana. Keyin bu bolada debdi keyin. Bu bolada tushunmaydi. Prosta aytib qo'yadi-da debdi Shohista endi men xafa bo'lmasin deb. Endi rostdan ham bola chunki baribir uyda o'ynaydigan hech kim yo'q. Ularnikida sarguzasht ko'p-ku, narsa ko'p, o'ynaydi. Bola yo'q boshqa bittagina erkatoy bu yerda. O'shaning uchun erga talpinaverdi-da bu. Xullas mana shunaqa bo'ldi-da. 2 kun yurdim. Keyin Sanjar akam aytdi, "Olib kelaman" dedi-da. Keyin olib kelmay yuraversin dedim. Yuraversin dedim-da. 2 kun bo'lganda emas, bu 1 kun bo'lganda aytayapti. "Men bugun olib kelaman Nurbek" dedi. "Nima qilasiz olib kelib yuraversin. Bu yoqda Nurbek baxtsiz" dedim. "Bu yoqda" dedim, "qarang" dedim, "rosa xursand. Men bu yoqda baxt bera olmayapman. Bu yoqqa kelganda faqat xafa bo'lyapti." Yana bir narsalar gapirdim, eslolmayapman bu gaplarni. Holatda aytayapman-da, o'sha payt vaziyatlarni aytayapman, eslolmayapman-da hozir o'sha vaziyatlarni. Keyin Sanjar akam olib kelaman dedi bo'ldi-da shu bilan. Keyin anchadan keyin ishdan chiqib telefon qildi-da. "Rostdan ham" deydi, "olib kelsam" deydi. To'pillatma o'g'lim. To'pillatma o'g'lim. Yomon ishtilatdimi aytga bolam. Bolgar shu ko'tindan ko'ra o'g'lim. Nurbek bitta xolodilnikdagi suvni chiqarib qo'y, suvsab ketdim o'g'lim. Xolodilnikda baklashkada suv bor bolam. Aytibdi-da, rostdan ham deydi, olib kelsam deydi. U yoqda mazza qilib yuribdi. Xafa bo'lib qolmasmikan dedi Sanjar akam. O'shada dedim keyin. Keyin olib kelmadi. Olib kelmadi keyin. Bu kunisiga olib keldi. Ungacha men ancha yaxshi bo'lib olgandim. Ancha yaxshi bo'lib olgandim. Juda muzdagan, chekkaga qo'yib qo'yarki. Muzlab ketganda bu. Hozir ichish mumkin emas, juda muzdak bu. Sal sovus ana ilishsin keyin ichamiz, ha? Keyin ancha o'zimga kelib oldim to'g'risi. Shohistaga rahmat. Menga rosa eng qiyin holatimda yordam berdi. Nurbekka qarab turdi-da. "Nurbek, to'pillatma" dedim men senga. To'pillatma. Mashqulada, mashqul. Jimtib. Mana shu qilig'ida meni stress qilib tashladi-da, yig'layverib. Faqat yig'layverib charchatib yubordi odamni. Bu yig'lashchi tingani yo'q. Hali yig'laydi. Tinimsiz yig'laydi. Xullas, bu yig'lash o'zi tingani yo'q keyin. Hali yig'laydi, har kun yig'laydi mana shu ahvol. Keyin Shohistaga rahmat qarab berdi. O'sha eng katta yordami bo'ldi menga. O'sha vaqtda men ancha tiklanib oldim. O'zimga ancha kelib oldim o'sha payt. Keyin baribir qiynaldim.
ora chorada jo'natib turdim Shohistaga, Nurbekda. Shohista bilan o'ynab kelaverdi. Men uyda bo'lib turdim. Shunaqa bo'lib turdi-da. Vaqtincha shunaqa bo'lib turdi. Mana hozir ham ketib turadi bir payt. O'zi ketgisi keladi-da buni. Xo'p. Keyin bu yig'laganda men ham yig'lardim qo'shilib. Bu men yig'laganim ko'rib ham yig'lardi-da boshidagi. Hozir men endi aytib bera olmayapman sizlarga qanaqa edi, chunki unutdim-ku, ancha unutdim-ku. Men ham yig'laverardim, meni ko'rib bu ham yig'layverardi-da. Chunki shunchalik darajada yig'ini boya tiya olmasdim-da. Shunchalik darajada. Nurbek, to'p qani bolam? To'p. Yig'ini to'xtata olmasdim. Shunchalik qiynalib ketgandim-da, chunki keyin shunaqa shu zaylda vaqt o'tdimi? Ancha o'tdimi? Keyin puldan ham muammo bor. Puldan muammo bor. Erim ertalab ketadi, kechqurun keladi, gaplashmaydi men bilan. Men bolalar bilan har kuni uydaman. Keyin misol uchun bolaga qarayman, keyin Sanjar akam keladi, ovqatlarni tayyorlab turaman-da, ovqatni tayyorlab suzib berib oldida o'tirsam, menga qaramaydi-da, kelgandan telefonga qaraydi, bo'ldi. Telefonga qaraydi, men oldida o'tirishim hojat yo'q-da, erimni oldida o'tirishim hojat yo'q, chunki bormanmi, yo'qmanmi payqamaydi uni. Faqat telefon bilan ishi bor-da. Faqat telefon ko'radi, keyin chiqib ketaman. Har kuni shu ahvol, har kuni shu ahvol. Faqat telefon ko'radi, keladi, telefon ko'radi. Sal gapirsam, sen shunaqasan, sen shunaqa qilasan, shuning uchun sen bilan gaplashmayman, debdi-da menga. Endi buni sabablari bor, chunki boya puldan muammo bo'lgandan keyin boya o'zimni chalg'itay telefon ko'rib deydi. Keyin sen bilan gaplashganimda nima qilasan? Sen mana unaqa bitta gapni to'nqaytirib o'tirasan deydi. Bitta gapni to'nqaytirib o'tirasan, keyin men deydi, anaqa qilmayman, gapirmayman deydi-da. Короче, gaplashmaslikni anosida bu. Gaplashmaslikni bahonasi. Rostdan ham endi nimadir bo'lsa, nima bo'pti, bir bola deyman, bo'ldi. Keyin u gap unga yoqmaydi, erimga ko'tarmaydi gap, keyin gaplashmaydi. Mana shunaqa. Keyin mana shunaqa tomonlama ham odam depressiya bo'ladi-da. Mana shuni har tomonlama, hamma oilada har xil sharoit bor-da. O'sha tomonlama depressiya paydo bo'ladi ayolda. Men misol uchun ikkita bolaga qarab qiynalib o'tiribman. Hech kim menga yordam bermayapti, ovqat qilib o'tiraman-da. Erim keladi-da, men bilan gaplashmaydi-da, ovqatni yeydi, bolaga qaramaydi. Urushsam, sen urushma, baqirma deydi. Shu bo'ldi. Men tasavvur qiling. Mana shunaqa tomonlama, shunaqa narsalar bor. Keyin endi nimanidir gapirmoqchi bo'lsam, anaqa qilmaydi. Nima? Hech kim urushmaydi, faqat sen urushasan bolani. Faqat sen urushasan deydi-da. Yo'q, bu urushganda ham men avaylaganimda, men odamlardek urushmayman bolani. Nurbekda unaqa urushmayman men. Lekin o'ylaydi, erim faqat sen urushasan, boshqa onalar hech qaysi urushmaydi bolasini degan narsani gapiradi menga erim. Keyin boyagi mavzuga qaytsam, ish qilib, ovqat qilib, bolaga qarab, hech kim bilan gaplashmay, yolg'iz hayotimda faqat erim bor. O'tirgan u ham kechqurun keladi, endi gaplashaman deganimda erim ham gaplashmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? O'zimda faqat er borku, boshqa hech kim yo'q-ku hayotimda. Gaplashadigan odamim yo'q-ku meni. Keyin bir kun aytdim shunday deb. Bolaga qarab o'tirsam, faqat siz borsiz.
siz bilan ham endi gaplashaman desam, siz ham kelasizda faqat telefon ko'rasiz. Boshqa odam yo'q-ku hayotimda. Sen o'zing aybdorsan bunga deydi. Yo'q, to'xtang, qanaqa men aybdorman? Qanaqa desam, sen gaplashmaysan odamlar bilan. Menga ular nimaga kerak? Menga erimdan boshqa hech kim kerak emas menga. Mana deydi, bor gaplash, ular u bilan gaplash, bu bilan telefonda gaplash debdi-da. Menga kerak emas hech kim. Erimdan boshqa menga hech kim kerak emas. Men telefonda hayotda gaplashmayman. Telefonda gaplashadigan odam emasman men. Men telefonda gaplashib bo'lganman erim bilan. Hozir birov telefon qilsa ham shunday malol kelganidan gaplashish mumkin, lekin jon deb gaplashmaslikka tayyorman men. Men telefonda gaplashmayman umuman. U erim aytadi, sen gap. Yo'q, u hamma bilan gaplashib keladi ko'chada. Ammo uyda ko'milib, stress, depressiyada ikkita bolaga qarab, ovqatni qilib, yig'ishtirib, keyin shu erim kelsa, erim bilan gaplashaman deb endi oldiga kelsam, telefon tutkilaydi bunday qilib. Telefon tutkilaydi, bo'ldi, chiqib ketaman, borib uxlayman, gaplashmayman mana misol uchun. Shunaqa davom etaverdi. Yomon ochyapsan lekin, ovoz yomon chiqyapti Nurbek. Ataylar qayerda video olsam shekaga shovqin qilyapsan, ha o'g'lim? Keyin erimni ham yomonlamayapman bu yerda. Erimni o'ziga og'irdi, chunki ancha muammolari bor, pul tomonlama juda katta muammolari bor. Keyin yana men gapiraman, bir nimalar deb qo'yaman, u yoqmaydi erimga. O'zim depressiyadaman, u ham kallasida ming xil xayol. Keyin bir kun aytibdi, o'tib ketadi bu kunlarim, yaxshi bo'ladi debdi-da menga. Bir kun o'tib ketadi bu kunlar debdi-da menga kelib. Keyin o'tib ketadi dedim. Lekin o'sha paytda dedim, oldingizda oilangiz bo'lmasligi mumkin dedim. Keyin anaqa o'ylanib qolgandek bo'ldi-da. To'g'risi dedim. Bu sharoitlar o'tib ketadi dedim. Lekin dedim. Kelasiz dedim. Faqat telefon tutkilaysiz bunaqa qilib. Qandaysan? Kuning qanday o'tdi deb so'ramaysiz dedim. Kimga kerak bunaqa oila dedim. Menda faqat siz borsiz-ku dedim hayotimda dedim. Hayotimda faqat siz bo'lsangiz dedim. Kim bilan gaplashaman dedim. O'sha yaxshi bo'lgan vaqtda oilangiz bo'lmasligi mumkin, o'sha paytda kech bo'lishi mumkin dedim. Bo'ldi, ketdim keyin shu bilan. Undan oldin unaqa bo'lyapti-da. Gaplashmayapmiz ko'zi. Gaplashmayapmiz. Keyin bolalar bilan bo'laman. Bolalar stress qilib tashlaydi odamni. Uy ishlari, yordam beradigan hech kim yo'q. Yoningda yaqining yo'q. Bugun darsingiz bor 2da deb telefon qildim-da erimga. To'ydaman dedi. Keyin u bir ta'sir qildi. Meni erim to'yda ekan, meni xabarim yo'q ekan. Meni xabarim yo'q. Har doim gaplashib yurgan odam. Erim to'yda, men xabarim yo'q-da bundan. Menga bu-chi qattiq ta'sir qildi-da. Menga qattiq ta'sir qildi. To'yda dedim. Mayli dedim. Qo'yib qo'ydim telefonni. Keyin gaplashmadim. O'zi gaplashmaymiz-ku. O'zi gapirmaydi-ku, telefon qiladi, keladi, ovqatini kapalojni yeydi, gaplashmaydi, anaqa qiladi.
jahl qilib yuradi. Yuzida jahl bor, chunki o'zi tug'ma shunaqa mani erim ko'rinishi, o'zi anavi ko'rinishi shunaqa, jahldor. Jahl qilib yuradi, o'ziga o'zi muammolari bilan ana shu jahl qilib yuradi. Lekin как положено, ovqat yeydi, hech qachon ovqatdan отказ qilmaydi, ovqat yeydi, gaplashmaydi, uxlaydi, bari yo'qol gapirma deydi, sal nimadir yomon gapirsam o'shanday deydi. Sen qilding, sen mana unaqa qilding, sen aybdorsan deydi. Aybdor qiladi meni. Keyin gaplashmadim. Ovqat qilgandim. Xonim qilgandim. Erim keldi, ochmadim eshikni. Eshikni ochib qo'ydim, o'zi ochiq edi, qulfdan ochiq edi. Keldi, kirdi, bolalarni oldida yotuvdim. Bolalar uxlagan, men ham chapga qarab yotaverdim. Bitta kravatda 3 ta bo'lib yotdik, Nurbek, men, Baxtbek yotdik. Erim keldi-da, bolalarga bunday qarab, boshimni bunday silab qo'yibdi-da. Endi ovqat suzib bermoqchi bo'lgandim-da, suzmadim ovqat, chunki nima qilaman suzib, to'g'rimi? To'ydan kelgan-ku. To'yga ketganini aytmagan, nima bo'lyapti, nima qo'yibdi, qayerga boryapti, nima bo'lyapti, nega kayfiyati yo'q, nega jahli chiqyapti, qanaqa muammolar bor, menga aytmayapti-ku, misol uchun. Aytmayapti-ku. Turmadim. Yurdim shunday qilib keyin. Men odamlar bilan gaplashmay yura olmayman, men jahl qilib yurishim mumkin-da. Keyin yursam, tinchlikmi deydi, tinchlik dedim. Nega deydi, jahl qilyapsan deydi. Jahl qilmayapman. Yuribman. Keyin xonim qilibsan-a deydi, desam, suzib ber deydi. Qornim och deydi. To'ydan dedim, och keldingizmi? To'yga boruvdingiz-ku dedim, keyin xizmatga boruvdim dedi. Ovqat yemagan bechora erim. Ha dedim, indamadim. Indamadim keyin, gaplashmadim, ishqib. Bu boyagi gaplardan keyin oilangiz bo'lmasligi mumkin o'sha vaqtda deganimdan keyin oldin edi u gap. Keyin shunaqa vaqt keladi, to'g'ri, hamma muammolar o'tib ketadi, lekin oilani yo'qotib qo'yish mumkin deb aytdim-da, keyin yoningizda bo'lmasligimiz mumkin dedim. Keyin yana bir nimalar aytdim, undan keyin esla olmayman nimalar dedim. O'shandan keyin gaplashadigan bo'ldi erim. Kelib gaplashadigan bo'ldi. Nima qilaman senga gapirib, seni ham siqilasan, o'ylanasan deydi-da. Men biladi-da, men dahshat depressiyaga tushib ketaman. Bir narsa bo'lsa, men kuyinib ketaman-da, o'ylanib ketaman-da, o'shani aytibdi. Nima qilaman senga gapirib, muammolarni bekorga deydi, siqilasan deydi-da. Gapirmasa ham siqilaman. Gapirsa ham siqilaman, gapirmasa ham siqilaman. Nima? Mana shunaqa. Ashqab shu bo'ldi. Shunaqa o'tdi keyin. Yana. Xo'p bolam, uzib beraymi bolam? Yopishtirdingmi? Keyin uzib beraman. Uzib bermang. Ha, nima qilay? Bani ketasin. Ma. O'zing tashlab qol. Ochma shuni, shaqillatib, yoqmayapti-da odamga ovozi. Ovoz o'chsa, mana har ochganingda cho'chib ketyapti, Baxtbek. U ham bir yoqimsiz ochiladi. Tepada turadi bolam, tepada joyi. Ana shunda joyi bolam. Keyin mana O'zbekistonga kelgandan keyin ko'p fikrlarim o'zgargandi. Koreyada psixologiya bilan shug'ullanardim. Psixologiyani o'rgangandim. Erkinlik bergandim erimga. Siz o'zingizda hayotingiz bor, meni o'zim hayotim bor. Xohlagan vaqtingiz voy ajrashishimiz mumkin. Bemalol sevib qolsangiz, ayting bir bolalar deb shunaqa bo'lgan sharoitlar bor edi-da Koreyada. Keyin O'zbekistonga kelgandan keyin o'zgardimi? Yo'q, siz men shaxsiy mulkimsiz, hech qayerga ajrashmaysiz, sevmasangiz ham yashaysiz bir umr deydigan bo'ldim keyin.
ikkita tug'gandan keyin sal bir narsa bo'lsa davay ketavering, bir qizlarni gapirib qolsam, hazillashadigan odati borda qizlarni gapirib, ayollarni gapirib, davay ketavering, anavi ikkita bolangiz bor, uyalmaysizmi deb boshlayman. Keyin siz ketavering, man ikkita bolam bor, man shu uyda qolaman, man moshin uy maniki, bo'ldi, siz o'zingiz ketavering deb aytadigan gapim bor edi-da. Mana shunaqa fikrda edim. Keyin keyinchalik boya endi pul muammosi juda yomon muammo ekan. Pul muammosi bo'lganidan har tarafli hamma narsani dars ketkazarkanda pul. O'shanga yig'ilib ko'payib ketyapti endi bu. Ancha anavi bo'ldi. Ancha yomon ahvolda endi. Eslolmayapman nimalar. Aytgim kelmayapti to'g'risi. Hamma narsani gapira olmayman to'g'risida. Mana YouTube'da ko'p narsani aytib beraman-ku, lekin aytmaydigan narsalarim ko'p-da meni ham. Keyin shunaqa narsalar ko'payavergandan keyin aytdim oxir Sanjar akamga. Sanjar aka, men shunaqa fikrda edim, dedim. Hozir dedim, bo'ldi dedim. Men dedim, fikrimni o'zgartirdim, tayyorman dedim. Agar dedim, meni aybdor deb o'ylasangiz, menga uylanganingizdan afsusda bo'lsangiz, bemalol ajrashavering dedim. Xohlagan vaqtingiz ajrashaman. Mana uyingiz ham kerak emas, mashinangiz ham kerak emas. Ikkita bolamni yig'ishtirib shunday olib ketaman-da. Qanday bo'lmasin, o'zim boqib olaman shu bolalarni dedim. O'zim boqib olaman dedim. Menga uylanganingizdan afsusda bo'lsangiz agar dedim. Men bilan yashayotganingizdan afsusda bo'lsangiz dedim. Meni aybdor qilaversangiz dedim. Shu dedim. Mana shu dedim. Men chiqib ketaman bemalol dedim. O'zingiz qilavering dedim. Yashayvering dedim. Kerak emas, uy ham kerak emas dedim. Hech narsa kerak emas menga dedim. Pulingiz ham kerak emas dedim. Alimentga ham bermayman dedim. Shunday ajrashib ketaman dedim. O'zim qarayman bolalarga dedim-da. Shu darajada men shunaqa narsaga keldi-da men. Men shunaqa narsaga menda ko'milib keldim men shunaqa sharoitga. Keyin yo'q deydi, erim aytadi. Sen aybdor emassan, prosta men o'zim nima deb gapirdi. Keyin afsusdamasmanga uylanganimdan dedi. Faqat deydi, mana shu sharoit odamni dedi qiynayapti. Mana shu vaziyatlar kelayotgan, ustma-ust kelayotgan shunaqa muammolar meni qiynayapti. O'ynab kelamizmi ko'chaga chiqib? O'ynab kelamiz. Shunday qilamizmi? Davay. Hop. Mana shu gapim tugalab olay, hop. Qizlar bilan xayrlashib olay, hopmi bolam? Sen ham shortiging kiyishing kerak, shortigingni olib kel bolajonim. Men shunaqa dedim, erim ham yo'q deb qildi. Undan keyin hozir gaplashyapmiz-da, misol uchun. O'sha gaplashmay qo'ydi-da erim men bilan. Boya siqiladi deb gapirmay, o'zini ichiga yutib, ichida qiynalib, ichidan bezilib yuribdi-da, menga aytmaydi-da. Ana shunaqa qilib yurdi misol uchun. Mana shunaqa tomonlama depressiya. Menda juda qattiq shunaqa depressiyalar bo'ldi. Keyin hozir bo'lsa shu kunlarda manovi Nurbek shu kunlarda emas, o'pshi-ku, uyqusi keladi, yig'laydimi? Keyin uni men uxlatishim kerakmi oyog'imda uxlatishim kerakmi, uxlamaydimi? Keyin 5 soat tebratgan bo'laman, uxlamaydi. Keyin birpasdan keyin yana tebrataman, yana uxlamaydi, lekin oyog'i izlatib yig'layveradi. Hech qachon shunaqa o'rtada uxlatmay qo'ydim. 5-6 kun uxlatmay qo'ydim. 5-6 kun uxlamadi bu obedda. Yig'layverdi. Yig'lagan sari meni asabim buzilaverdi, men urishdim. Ana shunaqa bo'ldi-da menda. Ishqib shunaqa narsalar bo'ldi, qattiq. Ikkita bola bilan qiynaldim. Hozir yaxshi.
yaxshi bo'lmaydi bu hech qachon, bu yig'layveradi. Mana shunaqa, keyin gaplashamiz yana. Keyin o'sha oxirgi vaqtlardagi anovi bu o'sha muammodan Nurbekda yig'laydigan odati meni stress qiladi, keyin aytganini qilmaydi, baqir-chaqir qiladi. Shunaqa bo'lib, nega turyapsan bolam? Yeyman deganing uchun videoga olyapman men. Sen yeyishing kutyapman. Yeb bo'ldim-ku. Aytganini qilmaydi, keyin urib qo'ydim. Baqirdim qattiq, aytganini qilmagandan. Urishdim, stress bo'lib ketdim, og'ir holatga tushdim. Ikki taraflamada bu yig'lasa bu ham yig'laydi. Mana shunaqa qiliq bo'lardi. O'zim charchab ketdim, stress bo'lib ketdim, qiynalib ketdim. Lekin buni urishgandan keyin o'zim vijdonim qiynaladimi? Shunaqa narsalar bo'ldi oxiri. Mana 2-3 kun oldin ham aytdim erimga, bo'ldi urishmaylik Nurbekni. Nurbek kichkina, juda ham kichkina bola. Endi 2 yosh, endi 2 ga kirdi. Katta ham emas bu. 3 ga ham kirmagan hali. Urishmaylik dedim. Erim aytdi, "Men urushmasam bo'lmaydi. Sen urushma, men urushaman" debdi-da. Men bu qattiq qo'l bo'lishim kerak. Bunday debdi. Lekin erim har kuni ertalabdan kechgacha ishda. Qachon urishadi, to'g'rimi? Ammo umuman dam olmasam boladan dam olmagan odam qattiq charchaydi. Buni endi erimga tushuntirmoqchi bo'lsam eshitmaydi-da meni. Bo'ldi gapirma deydi. Endi nimanidir tushuntirmoqchi bo'lsam, ikkita bola bilan qanday uyda o'tirishim haqida endi gapirmoqchi bo'lsam, bo'ldi gapirma deydi. O'chir deydi. Ammo gapirmayman keyin. Mana shunaqa bo'ladi. Mana teri ko'payib ketganda, teri o'sib ketgan, ko'p teri bo'lib ketgan. Oylarni yopishmi? Oylarni yopishmi? O'lolibman. Ishqib keyin o'zim ham qattiq qaror qildim. Urishmayman. Chunki urishsam qo'rqib qolyapti-da Nurbek. O'zi tortinchoq bola. Urishmayman endi dedim. Urishmayman deganda mana bunaqa qattiq urishishni nazarda tutyapman. Urishni qattiq urishishni nazarda tutyapman, lekin o'chir ovozingni, jim bo'l deyveraman. Ularsiz iloji yo'q. Xullas, mana shunaqa gaplar, meni stressim shu. Esimda bo'lganlarini aytib berdim. Sizlarda qanaqasiz? Qochib tur. Mana yerdan ko'chaga chiqamiz. Davay, eshikni och. Mana shu yerdan chiqamiz. Darvozadan chiqmaymiz, mana shu yerdan chiqamiz. Oldingi eshikdan chiqamiz. Meni depressiyalarim shunaqa. Esimdalarini aytib berdim qizlarjonlar. Sizlarda qanaqa depressiyalar bo'lgan bo'lsa, yozsalaring bo'ladi, o'qib chiqamiz hammamiz. Qizlarjonlar, mana shunaqa gaplar. Yana gaplashamiz, savollar bo'lsa, fikrlar bo'lsa, takliflar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, men o'qiyman har doim. Qizlarjonlar, xayr. Ko'rishamiz.